Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bu video olinishdan maqsad ayrim bir insonlarni, obunachilarimizni talablariga binoan olinyapti. Hech qanaqa bir maqtanchiqlik yoki bo'lmasa ko'z qilish yoki nimadirlar emas bu yerda. Boshqa ma'noga yo'y olmaylik. Mashinangizni apparaturasini bitta ayting nima yig'dirganingizni deb so'raganlar uchun men video qilib qo'yapman. Xo'p. Birinchi o'rinda monitordan boshlasak, monitorimiz TCC3L sim kartaligi 10 dyumli bo'ladi, originali. Buni Farhadskiy bozorda G'ayratga degan inson bor. O'sha odamdan olib, o'sha Farhadskiyni o'zida ustaxonalar bor, bilsanglar, pastda elektriklar bor, Bas Broadher degan hozir konkurs olib borayotgan Bas Broadher jamoasi o'shalarga borib, o'shalarda qo'ydirganman bu narsani va buni bu magnitofonga ulab bergan Pioneer, bunga ulab berishgan через bu protsessor, bu multimedia, как video, YouTube hamma narsani qo'llab-quvvatlaydi. Va bu yoqda stoykalar yig'ilgan, auksiondan kolonkalar qo'yilgan. Двухкомпонентный, трехкомпонентный bu yoqda. Va eng asosiysi bu yerda eshiklarimizga erinmasdan obshivkani yechib ko'rsatardim, faqat vaqtim yo'q. Obshivkamizning ichiga eshiklarimizga 20 dyumli Arnold Estradi Debonsdan kolonkalar taqilgan. Konkretniy shallaqi kolonka hisoblanadi. Ko'pchilik biladi buni. Va orqaga keladigan bo'lsak, orqamizda mana shunaqa shaklda boshdan bir tomoni polni yasashgan Hertz subwooferlar qo'yilgan. Bu ham chiqarishlari zo'r. Va 3 litrga keladigan bo'lsak, CD-dan tagiga qo'yilgan protsessor. CD-dan so'rab olamiz. CD-na BMW qo'yilgan, BMW X5 ga. Bu ham отдельный tema. Buni so'rab olamiz. CD-dan pamyatlarigacha bor. Abagrev, Abduh. So'raganimizdan keyin mana chiqib kelyapti. Endi ko'rsatsak bo'ladi. Bu yoqda qo'yilgan protsessorimiz 3 litr bo'ladi. Bu Alpine da mana shunaqa neobichniy original 3 litrli yig'ilgan. Krishkasini olamiz va ko'ramiz. Regulyatorlari, regirovkalari juda ham ko'p. To'g'risi o'zim ham yaxshi tushunmayman. 5 ta kanalli bo'ladi. ikkita kanal kolonkaga bitta eng qalini mana subwooferga ketgan, orqaga ketgan. Lekin haqiqatan ham zo'r chiqadi bu. Gap yo'q. Orqa eshiklarini uzib qo'yishgan ekan, oldingi egalari men orqa eshik kolonkalarini zavodskiy holatiga ulab qo'ydim. Bu ham effekt beryapti yaxshigina. Xulosa olganda yig'diradigan bo'lsanglar, mana shu holatda yig'dirsanglar, maslahat beraman. Akkuratniy va cho'tki chiqadi. O'zingizga ham yoqadi, xudo xolasa. Hozir bitta qo'yib eshittirib ko'ramiz. Mana shu qanaqa beryapti ovoz. Qalay chiqazyapti. Bu bundan ham baland chiqadi, faqat regirovkalarini yaxshilab to'g'rilash kerak. Chastotalarini. Shunaqa gaplar. Yoqqan bo'lsa, video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Xudo xolasa. Qiziqqan narsalarni so'rasanglar, video qilib, liboy mashina temasi, liboy monitor, apparatura, motor, hadovoy liboy temada sizlarga qo'ldan kelgancha video qilib tushuntirishga harakat qilaman. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin.